Hammaga assalomu alaykum. Bugun Abdulaziz bilan navbatdagi trenotkamizni boshlayapmiz. Hozir birinchi mashqimiz grutka ishlaymiz. Bunaqa jim gantel ishlaymiz hozir. Ketdik. Abdulaziz qalay? Zo'r. Yaxshimi? O'qidan joyiga qo'ya olasizmi sekin-sekin? Ha, yaxshi. Joy-joyiga tushyapti. Jim qilamiz. Buni tekis qiling. Tushiring. Hop. Suv olib qo'ying. Hop. Birinchi 2 ta 5 kilo oling. Yo, tekis yotamiz-da. Ha? Qo'llar ko'taring, tepaga olib chiqing. Yo'q, shoshilmay ko'taring. Ha, tekisroq turib, qarang, chig'ana bilan tushirasiz, yonga ochdingiz. Olib chiqib, nafas chiqarasiz. Nafas. Nafas esdan chiqmasin nafas. To'g'ri, shoshilmasdan. Ochingicha qo'lni. Ha, sekin. 15 tadan 3 ta bajaramiz buni. Hop. Birinchi tugadi. Endi ikkinchi mashqimiz grut naklon sistemida qilamiz, ya'ni 45 gradusda ishlaymiz. Grut tepasiga bo'ladi. Abdulaziz yotamiz, grift o'zida ishlaymiz. 10 tadan 3 podxod bo'ladi. O'zingiz to'g'rilab oling. Ko'zingiz to'g'risi kelsin shtanga. Xo'p. Siz to'g'rilab turib, qarang, metni suyakni moslaysiz. Qiyshab ketmasin. O'rtasiga bas. Suyakni to'plang. Ovoz. Davay. Boshlamasdan grut tepasiga. Shunday bo'ladi. 10 tadan 3 ta yetadi. Boshlamasdan. Nafasga e'tibor bering, oyoqlar yopishtirilgan holatda. Ha. Shoshilmaymiz, yaxshi. Ancha kuchli oshib qopti. Boshida mana shu oddiy o'zini ham ko'tarilmayapti. Zo'g'a ikkita ham bir zo'g'a qilyapti. Ancha kuchli silovoylar oshdi. Plus Oshdi ko'tarildi. Gap yo'q. Buni 10 tadan 3 ta bajariladi. Shunaqa. Ani stolni eng pastiga qo'yib olasiz uni kamerada. Ha. Olavering. Ha. Hop, hozir ikkinchi trenotkamiz, ikkinchi mashqimiz tugadi. Naklon sistemini ishladi. Endi babichga o'tamiz. Hozir grut yig'ib oldik, endi yoyishimiz kerak. Bes to'g'irlab 12 kiloga qo'yib turib, o'tiramiz. O'tiring. Ha, oling. Teparoqdan olib turib, qarang. Ko'krak ko'tariladi. Kurakni o'zi yopishtiradi, beli yopishmaydi. Chig'ana pastda emas, buni qilmaysiz, tekis olib kelmaysiz, qarang. Chig'ana yonga tepaga chiqadi. Sal bukilgan holatda olib kelinadi. Ko'krak joyidan tushib ketmasligi kerak. Ketdi. Ko'krak ko'taring deyapman. Ha. Nafas. Ha. Nafas umuman esdan chiqmasin. Hech qanaqa nafas to'g'ri bo'lsa, yurakka nagir tushmaydi, kislorod ham yaxshi yetib boradi. Ko'pchilik shuni xato qiladi o'zi. Nafas olayotganda. Yoki noto'g'ri nafas olib qo'yishadi. Ha, tushunay, shoshilmaymiz. Buni 15 tadan 3 ta bajariladi. Ha. Ketdi. Babichga tugatdingiz-a? Tugatdi. 3 ta bo'ldi. Endi hozir yoyib oldik. Endi oxirgi mashqimiz grutga yig'ib olamiz, ya'ni xamirda ishlaymiz. Ketib o'tiramiz. Stol eng pastiga qo'yib turib, pastiga qo'yilgan ekan, mana qo'yilgan ekan o'zi. To'xtang, sizni to'g'rilaymiz. Bo'ldi. Vesingizni qarang, to'xtang. 8 kiloga qo'ying. 8 kilo. Ha. Shop turib, suyakka moslab turib, chiqana o'rtada holda. Bo'ldi. Ketdi. Ko'krak ko'taring. Kurakni o'zi yopishsin, bel bas. Ha. Buni 12 tadan 3 ta podxod ishlaymiz. Shoshilmasdan, Abdulaziz. Nafas. Ha. Boshni qo'ying. Ha. Fokusni faqat shu ishlayotgan trenajyoringizga qarating, umuman ishdan o'ynamasdan.
umuman hayolingiz hamma yo'g'ingiz faqat shu trenajyorda bo'lsin hozir. Aqa-baqa chalg'imang. To'g'ri ishlaymiz. 12 dan 3 da. Yaxshi. Shunday davom etamiz. Osh yegan bolamiz trendga chiqqan. Biz Instagramda kuzatsalaring. Oshni qanaqa qilib yegani uchun nima bo'lganlarini ko'rasizlar. Hozir hamma trenajyorni tugatdik. Endi hozir grup tugadi. Hozir endi qo'lni orqasiga ishlaymiz. Ikkita mashq bo'ladi xolos. Birinchisi arqonda ishlaymiz. Qo'lni birinchi yoyib olamizda, keyin yig'amiz. Ardon ishlaydi xonimizdan. Ha, shunday. 12 dan 3 paspat yetadi bunda. Boshlanishiga. Xudo xolasa natijalar kuzatib borsalar yaxshi ketyapti. O'zi bilmaydi necha vesligini, lekin o'zim kontrol qilib turibman. Hammasi zo'r ketyapti, xudo xolasa. Aytganimizdek, ya'ni reja tuzganimizdek xuddi o'shanda ketyapti. Xudo xolasa natijalar yaxshi, sal betlar kirgan. Lekin yog'lari ketyapti bola. Qorinlar sekin kirgizamiz, xudo xolasa. Ovqatlanish yaxshi bo'lyaptimi? Ha, yaxshi bo'lyapti. Joyi tushib oldi. Ha. Ovqatlanish yozib berilgan, joyi tushirilgan. Vaqt-vaqt o'sha yeyapsiz. Da. Ho'kizlar osh deyapman meni. Ha. Oshiydigan bolalarimizdan biri. Bo'la. Xo'p, hozir oxirgi mashq bajaramiz qo'l orqasiga. Undan oldin hozir arqonni qildik, endi tekisda qilamiz. Bosamiz pastga. Davay. Ho'kizlarni olib shoshilmasdan. Buni ham 12 tadan 3 pasxot yetadi. Ko'p qilish shart emas. 15 ta, 20 talar qilish shart emas. Ko'pchilik hali o'rtacha yengil vес qo'yib turib, ko'p avtomatik qilsam muskul o'sadi o'ylaydi. Yo'q. Qachonki og'irroq qilib turib, hali kam avtomatik qilsangiz, o'shanda muskul o'sadi. Do'stlar, to'g'ri ishlansa bo'ldi. Bu muskulimiz hech qanaqa og'ir yengil vesni tanimaydi. Faqatgina ozuqa to'g'ri yetkazish kerak. Ya'ni oqsil, uglevod, kerakli yog'larni to'g'ri yetkazish kerak. O'shangagina keyin to'g'ri ves olasiz yoki to'g'ri vazn tashlaysiz. Buni ham 12 tadan 3 pasxot yetadi. Bo'ladi. Yaxshi. Shoshilmasdan. Abdulaziz bilan bugun guruh bilan qo'l orqasida ishlab bo'ldik. Endi trenirovkamiz tugadi. Hozir Abdulaziz endi kardioga chiqadi, 1 soat yuradi. Abdulaziz, chiqamiz kardioga. 1 soat yurasiz. Tepaliqda 15 qilasiz, 4 tezlikda. Bunaqa ko'pchilik tez yoki yugursam yoki tezroq yursam, hali ves tashlayman deb o'ylaydi. Yo'q. 4 tezlik yetadi. Sekingina yursangiz ham yetadi o'zi. O'zingiz qiynash sharti yugurib turib ves tashlaydiganlar bo'lganda shu paytgacha olib yugurtirgan bo'lardi Abdulaziz. Bugungi trenirovkamiz tugadi. Bizni sahifalamizda kuzatib borishda davom etinglar.